Ajrashganingdan keyin nimalar bo'ladi? Diqqat bilan eshit. Birinchidan, ajrashgan qizning asosiy dushmani onasi bo'ladi. Chunki omadsiz, pulsiz farzand onaga ham kerak emas. Bu hayot qonuni. Hattoki eng muqaddas qush bo'lgan qaldirg'och ham ucha olmagan zaif palaponni pastga itarib o'ldiradi. Eng alamlisi, unga e'tiroz bildira olmaysan. Chunki ro'parangdagi ayol endi ovsining, kundoshing yoki qaynonang emas, u onang va oldida qarzdorsan. Ajrashgan qizlar ota uyida gemorroy, ya'ni bavosil kabidir. Kesib tashlay desa jonidan o'sib chiqqan, kesmay desa ortiqcha yuk. Alhamdulillah, mana onam unaqa emas deb kommentga yugurma. Hali hayoting oldinda. Hayot uzun yo'l. Sog' bo'lsang ko'raverasan. Uyda onam xo'jayin, kelin emas deyishga ham oshiqma, chunki onang bir kun o'ladi. Ota uyingda saharlab turib hovlini kelin emas, endi sen supurasan. Chunki endi ota uyingda qiz emas, cho'risan. Farzandlaring ming aqlli va tarbiyali bo'lsa ham bitta xato qilsa qoniga tortgan deyishadi. Ishlashga ketsang, kelining farzandlaringni turtkilamasligi uchun unga sovg'a salomlar yuborib turishga majbursan. Kosmetik vositalar, telefon, pul va hokazolar. Aka-ukangga ishonib katta ketma. Ular endi faqat og'izda jigaring, amalda esa xotinining eri. Men bularni osmondan olmadim.